بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Qadrli og'ayni, qardoshlar, Alloh taolaning keng rahmati bilan islom negizlari degan darslarimizni davom etamiz. Biz endi o'tgan darslarda o'rgana boshlaganmiz islom aqidasining yoki imonning 6 tiragin. Islom dini durust bo'lgani uchun nimalarga iymon keltirishga tegish, nimalarga ishonishga tegish, tupli ishonishga tegish. Eng birinchisi endi Alloh subhanahu va taolaga iymon keltiruv. Bu endi shikhiz islom dinining tüp negizi. Bütün islom dini shuga beylangan. O'sha ilmga beylangan. Alloh taolani buyuklauga beylangan. Alloh subhanahu taolaga ibodat qiluvga beylangan, tobunuvga beylangan. Uning oldinda kamhiluvga, uning qo'shqanlarini o'tab, uning tiyganlaridan tiyiluvga tuzilgan. Endi bütün islom dini Allohniki. Hem Allah subhanahu wa ta'ala bizni barqa getirgan, uga gina ibodat qilirga, uga gina tobunlarga. Ama xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Men kishilarni ham yendardi barqa getirdim, faqat menga gina ibodat qilhandar usunti. Menga gina tobunhandar usunti Rabbimiz subhanahu wa ta'ala. Shuning uchun musulmon kishining eng birinchi vazifasi, kishilikning eng birinchi vazifasi o'zining Robbini biluv. Alloh subhanahu wa ta'ala birdan bir ilah, birdan bir tog'inuvga loyiqli zot ekanini anlarga tegish. Ham uning sifatlarini bilirga tegish, ham uning Robbiligini bilirga tegish. Biz shuni endi qisqasana o'tgan darslarimizda ishora etdik. Albatta buni o'rganuvda kishi to'xtalirga tegish tugul. Tavhid darslarini musulmon kishi to'xtatirga tegishli tugul. O'rgansa o'rganirga tegish. Netiklim ko'rak bila, shul tiklim Robbihidan nig'ra qo'rqa. Netiklim ko'rak bila, shul tiklim Robbihin nig'ra yarata. Netiklim Robbihi turanda ko'rak bila, shul tiklim uga nig'raq bo'yhana boshlay. Gunohlardan tiyila boshlay. Gunohlardan tiyila boshlay. Alloh subhanahu taolo ayta: "Innama yakhshallohi min ibadihi al-ulama." Durustlikda Allohdan eng qo'rquvchi kishilar g'olimlardir. G'olimlar, kimlar g'olimlar? Islom dinin biluvchilar, o'zlarining Robbilarini biluvchilar. Shuning uchun endi tavhid darslari, bu endi Robbimiz Alloh subhanahu taolo to'g'risida ilm, dunyodagi, yerdagi ham ko'klardagi eng buyuk ilm. Bu ilm kishini o'tdan qutqaradi. Shu ilm, tavhid ilmi, o'zining Robbini durust biluv kishini jahannam o'tidan qutqaradi. Buga endi yaylab to'xtalib ketirib darslarimizni davom etamiz. Islomning ikkinchi negizi Alloh taolaning farishtalarına iymon keltiruv. Farishtalarına ishonuv. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan Jibril farishta Haroni kishi qiyofatida keldi. Musulmonlar orasida masjidda Haroni imonning negizlari turanda. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdi: "Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khayrihi wa sharrihi." Wal qadari khayrihi wa sharrihi. Ham Jibril aytdi durustini. Buning ma'nosi Jibril Haroni Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning iymon turahında, ya'ni aqida turahında, nima turahında bilirga tegish musulmon kishi, nimaga ishonirga tegish. Eng birinchi aytdi: "An tu'mina billahi", Allohga iymon keltiruv. "Va malaikatihi", uning farishtalarına ishonuv. "Va kutubihi", kitoblarına, "va rusulihi", rasullarına, payg'ambarlarına, "val yawmil akhir", qiyomat kunna, o'lgandan ham tiriluvga, ham hisob kunna, jannatga, jahannamga ishonuv, iymon keltiruv. "Val qadari khayrihi va sharrihi", ham Alloh taolaning taqdirina, yaxshihina ham yomonina, yaxshihina ham yomonina. Biz endi birinchisini o'tdik, hozir endi ikkinchisini kiramiz. Alloh taolaning farishtalarına iymon keltiruv. Farishta g'arabcha bular malak. Farishta malak. Ko'plik hamda bulayni al-malaika. Arabcha bular al-malaika. Ham u malaikalar, ya'ni farishtalar Alloh subhanahu va taolaning mahluqlari. Kishilar ham yendar,
Көк Аллах Subhanahu Ta'alaның мәхлуклары, ягъни барлыкка китерилгән нимәләре. Мәхлук ул барлыкка китерилгән нима дип тәрҗемә ителә гарәп теленнән. Фәрештәләр дә Аллаһ Ta'alaның мәхлуклары. Улар арымай, талмай Аллаһ Subhanahu Ta'alaga гыйбадат кылалар. Бер касанда гынах эшләмәйләр. Аллаһ Subhanahu Ta'ala уларны гынахлардан хаклаган. Гынах кылмай торган дип эшләгән. Улар фақат Аллаһ Subhanahu Ta'alaga гыйбадат кылалар. Һәм улар ашамайдар да, исмәйдар да. Ашауга ла, исүгә ла мохтаҗ түгелдер. Аллаһ Subhanahu Ta'ala уларны барлыкка китергән шундый хәлдә. Һәм Аллаһ Subhanahu Ta'ala уларны барлыкка китергән нурдан, бездә бит инде ердән барлыкка китергән. Аллаһ Subhanahu Ta'ala ендәрне барлыкка китергән уттан, фәрештәләрне барлыкка китергән нурдан. Буга дәлил инде Айша радиллаһу анха Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның хатыны, иң яраткан хатыны, ул әйтә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Хуликатил малаикату мин нур, ва хуликал джанну мин мариджин мин нар, ва хулика адаму мимма усифа лакум." Хадистің мәгънәһе Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Малаикалар, ягъни фәрештәләр барлыкка килтерилде нурдан ди. Нур инде башкортса яктылык була. Ва хуликал джанну мин мариджин мин нар." Һәм ендәр барлыкка килтерилде уттан ди, ялкындан ди. Ва хулика адаму мимма усифа лакум. Һәм Адам бит инде беләбез, кешелек дөньяның атаһы иң беренче кеше Аллаһ барлыкка китергән. Барлыкка китерилде ди, мимма усифа лакум, һезгә әйтелгән нимәнән ди. Һез белгән нимәнән ди. Ягъни ердән. Аллаһ Subhanahu Ta'ala Куръанда безгә күп аятларда хәбәр итә. Biz yerden barlıkka getirgenmiz. Biz yer zatlары, melaikeler, ferişteler nur zatı, yender ud zatlары. Allah Subhanahu Ta'ala her birihin türlü nimenen barlıkka getirgen. Allah Subhanahu Ta'ala bar ituvsi. Hem ol melaikeler fakat Allah Subhanahu Ta'ala'ga buyunalar. Her vakit Allah Subhanahu Ta'ala'ga aramayınsa, talmayınsa ibadet kılırlar. Ular şunun bilen yaşaylar. Hem Allah Subhanahu Ta'ala onlara kudret bergen. Şuğa kudret bergen. Yani günü tünü yoklamayınsa, aşamayınsa, ismeyinsa Allah Subhanahu Ta'ala'ga ibadet kılırlar. Hem Allah Subhanahu Ta'ala onlara muhtaç değil. Bizge muhtaç bulmagan şekilde, hem yenderge muhtaç bulmagan şekilde onlara Allah Subhanahu Ta'ala hiç muhtaç değil. Allah Subhanahu Ta'ala özünün mahluklarına hiç muhtaç değil. Lakin bana barıkka kitirunda Allah Subhanahu Ta'ala'nın hikmeti var. Hem onlar her vakit Allah Teala'ga ibadet kılırlar. Ayda gedal tanlayıq Rabbimiz özünün kitabında nimet ayta: "Ve men indehu la yestekbirun an ibadatihi ve la yestahsirun, yusabbihun el-leyla ve'n-nahara ve la yefturun." El-Enbiya surasının 19-sı hem 20-sı ayatları. Onun yanındağı bulganlar, yani ferişteler, la yestekbirun an ibadatihi. Uğa ibadet kılığa taqabberlenmeyler, taqabberlik ko'rsatmaylar ti. Hechkiz har vaqt ibodat qilurlar Alloh subhanahu taala, ham taqabberlenmeyler qaysi bir kishilar shekilli. Va la yastahsirun, ham Alloh taolaga ibodat qiluvda hech qiynalmaylar ti. Yusabbihuna al-layla wan-nahar. Alloh subhanahu taolani buyuklaylar, kunin ham tunin ti. Va la yafturun, ham aramaylar ti. Aramaylar ham yolqmaylar ti. Alloh subhanahu taala ularga qudrat bergan. Ham ularning yashavi shu. Allah'a ibadet kılıp, aramayınsa talmayınsa könü tönü, hem onun kuşkandarını ötev. Hem hiç aramaydar, hem talmaydar, hem de kıyınhanmaydar. Hem ular bik kup, feriştelerin hanı bik kup, uların yaşav orunları kukta. 7 kat kuk bar bitinde, biz bilemiz, her bir katlamında, kuktun her bir katlamında ferişteler yaşaydır. Hanları bik kup. Bir hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta, Mi'raj hadisinde, bu indi hadisning bir ülüşügüne Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayta: "Thumma rufi'a ilay baytul ma'mur, faqultu ya Jibril, ma hada?" Qala: "Hada al-baytul ma'mur yadkhulu kull yawmin 70,000 malak. Idha kharaju minhu lam ya'udu fihi akhira ma kana alayhim." Hadisning ma'nahi, hadis bitinde Buxoriy ham Muslim intig'indagilar, hunanti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayta: "Menga ko'rsatildi baytul ma'mur ti." Al-baytul ma'mur bu indi ko'kdagi yurt, hoj qilatirgan o'rin. Bizning yerdagi Ka'batulloh shekilli
ya'ni Makkalarga haj qilaturgan Alloh yurti shekilli ko'ktalar bor, ular atalar Al-Baytul Ma'mur. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Jibril farishtadan so'radi, bu nima deb? U aytdi, bu Al-Baytul Ma'mur dini. Uga kunda 70 ming farishta kirib sig'adi. 70 ming farishta haj qila. Ham shu 70 ming farishta sig'ib ketgandan ham boshqa kerak kelmaydi. Ya'ni 7 qat ko'k barqa ketirgandan beri 70 ming farishta kira ham kerak kelmaydi. Subhanalloh. Kunda 70 ming yangi farishta kira. Hozir ularning ularning xoni ko'pmayganin. Xonim faqat bir Alloh subhanahu taolagina biladir. Alloh subhanahu taolagina biladir. Farishtalarga iymon keltiruv 4 nimadan turadi? 4 nimadan turadi? Birinchisi ularning borlig'ina iymon keltiruv. Borlig'ina iymon keltiruv. Ular Alloh taolaning maxluqlari, tiri yandar, ham Alloh subhanahu taolo ularga yem bergan, ham tan bergan. Lekin ular oshamaydir, oshavga muhtoj bo'ldilar, ham isuga muhtoj bo'ldilar, ham uylanuvga muhtoj bo'ldilar. Ular muhtoj faqat Alloh subhanahu taolaga ibodat qilishga. Ibodat qilishga ham Alloh taolaning amrlarini o'targa. Qay bir kishilar ayta, imonli kishilar ayta, farishtalar ular ing'ay kuch deb. Ruscha aytmashlay положительная сила. Shaytonlarda aytalarinda отрицательная злая сила deb. Ya'ni ular farishtalarning asl borliqda ular tiriyandar, ham Alloh subhanahu va ularga yesim barliqqa keltirgan, ularga tan barliqqa keltirgan, ularning og'zalari bor, ham ular tiri yan ekanni iymon keltirmaganlar. Kim endi shulay deb o'ylar ekan, bu kishi musulmon bo'lmay. Farishtalarni inkor etar ekan, u kishi musulmon bo'lmay. Alloh subhanahu va taolo ayta: "Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'." Fatir surasining 1-oyati. Yerda ham ko'klarda barliqqa keltiruvchi Allohga barliq maqtov. U farishtalarni barliqqa keltiruvchi, ham ularda ilsilari etuvchi, ularda ikishar, uchar, ham durtar qanot bilan barliqqa keltiruvchi deydi. Hamda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Jibril ismli farishtani ko'rdimdi o'z qiyofatinda. Uning 6 yil qanoti bor edi. Bir qanoti ikki ufuq arasini qoplaydi. Ya'ni bir qanotigina ufuqni qoplardi. Big zo'r farishta, quvvatli farishta Jibril alayhissalom. Alloh subhanahu taolo ularni barqa keltirgan turli şey aytib, kimnidir 2 qanotli etgan, kimnidir 3 qanotli, kimnidir 4 qanotli. Jibrilning 6 yil qanoti bor, bir qanoti 2 ufuq arasini qoplaydi. Ya'ni ko'p kumbadin qoplarliqdi. Farishtalar bizga ko'rinmaydi. Farishtalarni Alloh subhanahu taolo barqa keltirgan, biz ularni ko'ra olmaymiz. Bizning ko'ruv organlari ularni hizmaydi. Ularni ko'ra olmay bu dunyoda. Bizning ko'ruv organlarimiz sikli. Alloh subhanahu taolo siklagan, biz farishtalarni la ko'rmaymiz, ham jinlarni la ko'ra olmaymiz. Kimda kim iymon keltirmay farishtalarga, ul musulmon tugul. Ul musulmon tugul. Namoz o'qihalla, la ilaha illalloh deb aythala, chunki u iymonning bir tiragini inkor etuvchi. Chunki u Alloh taolaning xabarlarini iymon keltirmay inkor etadi. Farishtalar turahında oyatlar bek ko'p. Oyatlar ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislari bek ko'p. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi. Bu hadis Abu Hurayradan keladi. Udina li an uhadditha an malakin qad maraqat rijlahu al-ard as-sabi'ata al-arshu ala mankibihi wa huwa yaqulu subhanaka ayna kunta ayna takun. Hadisning ma'nosi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, menga ruxsat etildi bir farishta turahında hiylarga. Bir farishta turahında xabar etir. Ya'ni Alloh subhanahu taolo aga ruxsat etdi, xabar etdi bir farishta turahında, uning 2 oyog'i 7 qat yerda o'tib ketgandi. Alloh taolaning tahti yelkahida edi. Ya'ni uning yelkahi Alloh taolaning tahti ostida edi. Yelkahi ulab qarag'i 7 qat ko'k ustunda Alloh taolaning arshi, ya'ni tahtining ostida. Ham u aytadi: "Subhanaka ayna kunta ayna takun." Uning Robbihim buyuklay donnay. Bu nindi zo'r buyuk maxluq. Şuğa qaramasdan Alloh taolo oldinda u taqabirlanmay, ham Alloh taoladan qo'rqa, ham uni buyuklay. Alloh subhanahu taolani buyuklay. Endi buning turahında ko'p filarga ular ko'p hadislar bor. Farishtalar turahında, ularning sifatlari turahında bek ko'p hadislar bor. Ikkinchidan farishtalarga iymon keltirishning ikkinchi namahi
Allah subhanahu taala bizga xabar etgan qaysi farishtalarning ismlarini biz iymon keltirga tegishli. İsimlerine iman keltirga tegishli. Endi Allah subhanahu taala qaysi farishtalarning isimlarini xabar etadi. Eng buyuk farishta, eng zo'r farishta u Jibril. Jibril, uning ismi Jibril. Ul Allah subhanahu taolaning eng buyuk farishtahi, eng yaqin farishtahi. Ul Allah subhanahu taolo bilan o'zining payg'ambarlari orasida ilmda tutuvchi. Ilmda tutuvchi Alloh taolaning amrlarini payg'ambarlarga yetkazuvchi. Ham eng adaqiy payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam ul aning bilan ilmda tuta. Yetkirib tura Alloh taolaning xabarlarini ham amrlarini. Qur'onda endi Jibril Alloh taoladan eshitib yetkira Muhammad sallallohu alayhi vasallamga hud mahud. Üçüncüden qaysi bir farishtalarning sifatlarini bizga Alloh subhanahu taolo sifatlay. Ham biz uga iymon keltirga tegishli. Aytdik bitni aldan, masalan Jibril alayhissalom asl qiyofati uning 600 qanoti bor. Har bir qanoti boshida ko'k gumbazdan qoplarliq. Buyuk zo'r farishta. Ham farishtalarga qaysi bir vaqtda Alloh subhanahu taolo amr bo'yinsa ular kishi qiyofatına kira olar. Kishi qiyofatına kira olar. Masalan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga kelib yuri Jibril Alloh taolaning amri bo'yinsa kishi qiyofatida. Kishi qiyofatida. Buga endi dalillar bik ko'p. Payg'ambarlarga kelib yurilar kishi qiyofatida. Qaysi bir vaqtida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Jibrilni ko'rib qola, o'zining ism qiyofatida. O endi faqat ikki taqdirda. Boshqa o'sharaqda uga Jibril kela o'zining Allah subhanahu taolo amri bo'yinsa kishi qiyofatida. Durdinsi nima? Allah subhanahu taolo bizga xabar etgan qaysi bir farishtalarning amallari to'g'risida, vazifalari to'g'risida. Allah subhanahu taolo ularga hukmatgan vazifalari to'g'risida biz bilirga tegishlibiz, hammaga iymon keltirga tegishlibiz. Shularning qaysi birlarini biz xonab o'tmak bo'lamiz. Birinchisi endi Jibril. Uning to'g'risida aytdik bitunda Allah subhanahu taolo uga o'zining vahyin xabar eta, ham vahiyni u payg'ambarlarga ham rasullarga yetkazuvchi. Allah subhanahu taolo bilan payg'ambarlar orasida ilmda tutuvchi farishta Jibril. Bu endi eng buyuk farishta. Ikkinchi farishta Mikail. Mikail ismli farishta Allah subhanahu taolo uga hukmatgan vazifa ul rizq, yomg'ir ham o'simliklar. Üçüncüsü İsrafil. İsrafil ismli farishta Allah subhanahu taolo uga amr eta mugulga ururga, arabcha surga. Surda ikki taqir ururga tegish. Qiyomat kuni yetkaz Allah subhanahu taolo qiyomat kunin bo'lg'un talaha uga amr eta burg'iga, ya'ni mugulga ururga. Ham yerdagi butun nima yo'qqa sig'asak, teri yandar baraxla ulasak, bu endi qiyomat kunining boshi bo'lar. Shundan endi nindidir vaqt o'tkaz Allah subhanahu taolo o'zigina biladir. Allah subhanahu taolo kishilarni qabrlaridan sig'arir uchun taonda İsrafilga burg'iga ururga qo'sha. Ikkinchi taqdir ururga butun kishilar o'simlik hamaq o'sib sig'alar yerdan ham hukm eta turgan o'ringa yilasaqlar. Bittahli. Boshlab adag'ana edik. Bu İsrafil ismli farishta, uning shu vazifasi. Uning vazifasi faqat shu. Kutib tura qasana Allah subhanahu taolo uga amr eta. Durdinsihi Malakul Maut. O'lim farishtahi. Uga Allah subhanahu taolo vazifa bergan faqat o'lim bilan bayli. Har bir kishining o'lgan kishining ruhlarini sig'arga, o'zining vaqti yetkaz, uning ruhlarini tandardan sig'arga. Bu endi Malakul Maut, o'lim farishtahi. Shundan Malik ismli farishta bu endi jahannamning haqsihi. Jahannamning haqsihi. Alloh taolo amri bo'yinsa oyoqhud farishta. Wala ya'zu billah, Allah subhanahu taolo bizni haqlahin jahannam o'tinan. Bir quvvatli oyoqhud farishta. Shulay har bir kishiga ikki farishta qo'yilgan. Ikki farishta qo'yilgan, biri kishining o'ng yog'ida yuri, ikkinchisi hul yog'ida yuri. Biri yaxshi ishlarni yana kishining yaxshi Alloh taolo qo'shgan amallarni o'tavun, namoz o'quvun, Qur'on o'quvun, ilm oluvun, kishini yaxshilikqa, islom diniga chaqiruvun, ota-onasini ehtirom etuvun, ko'rishlarni ehtirom etuvun, ham tug'anliqni baylavun ko'p bor yaxshi ishlarini yozib boruvchi, tirkab boruvchi. Hulyaqda ikkinchi farishta kishining yomon ishlarini, gunohlarini tirkab boruvchi. Har bir kishilar subhanalloh, Alloh subhanahu taolo nishiga tirib kishi to'g'risida xastallangan. Shulay borindi ikki farishta o'lgan kishilardan qabrda xarob beruvchi ham javob oluvchi. Xaroydar kim hin Robbing, dining nima deb
Hem kim senin peygamberin deb musulmon kishi, iymonli kishi javob bersa, Rabbim Alloh, mening dinim islom deb, mening payg'ambarim Muhammad sallallohu alayhi vasallam deb javob bersa. Iymon keltirmovsa yoki munofiq kishi javob bera olmaysa, Alloh subhanahu taolo uga bermas javob beradi. Ular aytasak, ha la adri. Ha men bilmayman deb. Kishilarning nimadir aytganini eshitdim-da, men ular ko'p aytdim deb. Ham bu ikki farishta bu kishini to'qmayasaqlar. Endi farishtalar turanda ko'p aytirga bo'la, bu endi qaysi bir eskartuvlari agarda kishi farishtalar turanda ko'proq bilarga tilaykan, buga ingdir darslik endi ul Qur'on. Qur'on ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislari yintig'i, Buxoriy yintig'i, Muslim yintig'i, Sadiq Ibrahimov degan hadislar yintig'ida qo'y Allohig'iz ham bilim Allohig'iz. Ham bik muhim nimani aytib ketirish kerak. Farishtalar ilahiy zot tugul. Kishi bilarga tegish, farishtalar ilahiy zot tugul. Ular Alloh taolaning to'g'ri quldori. Kimda kim farishtaga g'ibodat qila, farishtadan horoy yolona ekan, farishtadan umid yuta ekan, Alloh taoladan umid o'tir o'rinda yoki Alloh taolo ratinda bu kishi musulmon bo'lmay. Bu kishi musulmon bo'lmay islom dinidan chiqib ketadi. Farishtalar ularga g'ibodat qilarga, ularga tabinirga, yolonirga, hororga yaramay. Ular kishilar ku Alloh taolaning maxluqlari. G'ibodatga bir Alloh subhanahu taolagina loyiqli. Shuni kishi bilarga tegish. Shuni kishi bilarga tegish. Nindigina buyuk farishta bo'lmahim. Nindigina buyuk zo'rliqda bo'lmahim, u g'ibodatga loyiqli tugil. Ular faqat Alloh taolaning qo'shqanlarini o'tavsi. Alloh taolaning amridan hech shekil boshqaralar. Shundoq boshqaruvchilar. Endi farishtalarga iymon keltiruvning nindi foydalari bor, ham nindi yemishlari bor. Endi yemishlar keltirar kishiga. Birinchidan farishtalar turanda bilgan kishi u Robbining buyukligini ko'radi. Farishtaning bor bo'lulari, ularning ko'pchiligi, ularning zo'rliqlari ham quvvatlari dalil Alloh subhanahu taolaning qudratini, ham quvvatini, ham buyukligini. Buyukligini ham uning podshohligini. Chunki maxluqning zo'rligi ham quvvati uning borliqqa keltiruvchining quvvatini dalil bo'lib turadi. Ikkinchi foyda Alloh subhanahu taolo shukr etu. Chunki Alloh subhanahu taolo nechig ettirib kishilar turanda xastarlana. Qohir farishtalarni qo'ygan yomg'ir ham o'simliklarga vazifa etib qo'ygan. Qohir bir farishtalar bor, maxsus farishtalar Alloh subhanahu taolo qo'ygan kishiga, har bir kishiga, musulmon bo'lsinmi, kafir bo'lsinmi, u kishilarni haqlab yuradilar. Ham har bir kishining aytib ketganida amallarni yozib boruvchi, yaxshi amallarni ham yomon amallarni yozib boruvchilar. Ularni xonay boshliq, xona buturlik to'g'ri. Bu tahla kishilik uchun. Bu tahla kishilik uchun. Ham aytib ketdi farishtaga g'ibodat qilishga yaramay. G'ibodat qilishga yaramay. Agarda kishi farishtaga g'ibodat qilar ekan, u kishi dindan chiqib ketadi. Uchinchidan kishi farishtalarni yorata boshlaydi. Chunki ular Alloh subhanahu taolaga bo'ysunuvchilar, ular qarshilik ko'rsatmovchilar. Har vaqt aramay talmay g'ibodat qiluvchilar. Shuning uchun de musulmon kishi farishtalarni yorata boshlaydi. Bunga aytib turib, subhanakallohumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.